Mang'itning ichidan tayyor 100% tayyor dokumentlar hammasi tayyor yuzlab yuribdizlar. Mana sizlarga zo'r variantda xudo xolasa uy topib qo'ydik. Bo'ston mahallasida batafsil manzillari hammasini video davomida aytib o'tib ketamiz. Siz bo'lsa videoni ko'rishdan oldin like, podpiskani bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xudo xolasa bizlar bo'lsa videoni davom etamiz. Bo'ston mahallasi, ya'ni Said Ahmad ko'chasi, Machan Pоворotda joylashgan. Alaski svetofordan kelsa bo'ladi, Machan Pоворotdan burilib kelsak ham bo'ladi bu ko'chamizga. 2-chi Said Ahmad ko'chasi, 25-A uy, garajlari, orqa tarafning o'tadigan xotlari, hamma narsasi bor, ehtiyotlarni archalar, gullar hamma narsasi qilingan. Mana ko'rsatsa bo'ladi, orqa tarafdan o'tib ketadigan yo'llarga. Endi bo'lmasa bu yerimizda garaj zakrytый hisoblanadi. Har yonda chiqish, kirish degan narsa yo'q. Отопление o'tirilgan, usti plastikka tayyor turibdi. Bu yerimiz vodoprovodlar o'tirilib, mana shunday suvlaridan o'tirilgan ekan borimiz. Xo'p. Ko'rsatsa bo'ladi, uyimiz hammasi moshni qilingan, akkuratning qilingan, oynalardan yaxshi oynalardan qo'yilgan. Xo'p, shiperlarimizning qatorlari bo'lsa, tunikafondan qilingan. Bu tunikafonlar Mang'it tunikafon nomer 1, ya'ni ma'rifakanlar qilingan tunikafon bo'lsa kerak. Kimga tunikafon kerak bo'lsa, Mang'it tunikafonga murojaat qilaverasizlar. Xo'p, bu yerimiz mana ko'rsatsa bo'ladi, kirgandagi hol. Xo'p, niyat qilganlar bir like bilan podpiskani bosib qo'yinglar. Har bir like bosgan, podpiska bosgan odamlarga mana shu uylar nasib qilsin. Xudo xolasa, bundan ham zo'rlar nasib qilsin. Ko'rsatsa bo'ladi. Hamma yerni did bilan zo'r qilib ishlangan ekan. Bo'rimizda mana rakovinalar hammasi qilingan, qo'l yuvasiz, kiraverasiz. Xo'p, bo'rimiz bo'lsa, davon desak ham bo'ladi, hol desak ham bo'ladi. Bo'rimizda choy ichib o'tiribdi, mana shunday zo'r moshina qilingan ekan. Endi bo'lsa, bu yerimizda xonalarni ko'ramiz. Koridor hisoblanadi. Bu yerimizda bo'lsa, bir zal yo bo'lmasa, spalniy qilsadan bo'ladi mana shu. Ko'rsatsa bo'ladi, moshina did bilan ishlangan, ya'ni o'zim yashayman deb qilingan uy ekan. Gilamlar hamma narsasi qoladi bo'rimizda. Bu yerimizda bo'lsa, yana bir xonasi mana ko'rsatsa bo'ladi. Bo'rimiz bir spalniy, peshlari bor. Peshi oldin qurilgan. Kommentariyada yozib olmaymiz. Xo'p. Endi bo'lsa, bu yerimizda yana bir zalimiz bor. Mehmon. Endi o'zbek xalqi mehmondo'st xalq hisoblanadi. Shoning hisobini bu yerimizda yana bir mehmonxona, zal, ulkan bir zalimiz bor. Xudo xolasa ko'rsatsa bo'ladi, lyustrellar, notajniy potolok, hamma narsasi did bilan qilingan. Televizorlar ketadi. Ob'oylar ham o'zining moramida tanlangan ekan ko'rsatsa bo'ladi. Radiatorlarni ko'rsatsa, bu yerimizda kuxnyasi. Mana ko'rsatsa bo'ladi kuxnyasini. Kuxnyamizda gaz plitalar ketadi. Bu yerimizda bu keyin turib xolodilniklar ketadi. Mana ko'rsatsa bo'ladi, kuxnya mebellar qoladi shu holatida. Endi bo'lsa orqa tarafini bir qator ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu bo'lsa orqa tarafini mana shunday spalar qilib qo'yilgan ekan ko'rsatsa bo'ladi. Tapchan desak ham bo'ladi. Mana shunday nu deydi bizning xalqimizda, yozib ketamiz kommentariyada. Orqa tarafini ko'rsatsa bo'ladi. Bog' qilingan, mana shunday moshina qilib ishlangan. Bu yerimiz bo'lsa kotelxona, banya hisobida qilingan. Endi bir qator ko'rishtirib oladigan yerlari nasib bo'lsa, mana shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti, xudo xolasa. Endi bu yerimizda bo'lsa, zabor mana shu yerdan aylanadi. Ko'rsatsa bo'ladi, pojarniy xod sizga qarab qoladi nasib bo'lsa. Mana shu uyimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Video davomida narxlarni aytib o'tib ketamiz. Xo'p, bu uyimizning narxini keladigan bo'lsak, narxni aytishdan oldin bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalarga bosib qo'yinglar. Xo'p, bu uyimizning narxini 520 million so'm aytib o'tirgan, yana ajib tartib kelishgan yerlari bor deyilyapti, dokument ham narsasi siz notariusda pullaringizni sanusizda bo'ladi deyapti. Hech qanday hech narsadan muammosi yo'q. Mana shu umumiy maydoni 6 sotik yig'ilib o'tirgan yerlardan moshina yerlar ekan, ko'rsatsa bo'ladi, kelib turibdi. Hamma remontlardan, hammasi me'yorida qilingan ekan, xudo xolasa. Kelib ko'rganingizda o'zingiz guvohi bo'lasizlar. Hamma yaxshi kayfiyatlar bilan Mang'it kanali.